Shu narsani o'zimda odat qilgandan beri ishimda ancha yaxshi tomonga o'zgarishlar bo'ldi, fayz bo'ldi, baraka bo'ldi, unum bo'ldi. Shu narsani o'zingizda qo'llab ko'ring, xudo xolasa 100% foydasini bilasiz. Bu narsa har bitta topgan pulimdan yo sotilgan mahsulotimdan onamga qanchadir miqdorini berib turaman. Misol 1 million so'mlik narsa sotsam 100 ming so'm beraman. 20 million so'mlik mahsulot sotsam 1 million so'm beraman. Berganingizda qarang, qanaqa duolar bo'ladi, qo'yiq duolar bo'ladi. Xullas, onalar bo'lsa bo'lmasa, ishingiz yursa yurmasa duoda bo'lishadi, lekin bu narsa berganingizda sizni ishingiz yurganini ko'rib xursand bo'lib yana ham zo'r duolar qilishadi. Bu narsaga misol tadbirkor bo'lish shart emas, biznesmen bo'lish shart emas. Oddiy ishda ishlab, davlat ishida ishlab ham oylik olganda yo biron nima topganingizda olib kelib, onajon duo qilib qo'ying desangiz, xursand bo'lgandan chiroyli duolar qiladi, ishingizda baraka bo'ladi, unum bo'ladi, fayz bo'ladi. Xudo xolasa natijasini ko'rasiz. Shu narsani o'zingizga odat qilib oling.